Yana shunaqangi vaziyat borki, to'g'ridan to'g'ri otaga murojaat qilish mumkin emas. Hamma narsani to'xtab tur, kayfiyatlari yaxshi bo'lganda men o'zim so'rab beraman. Shunchaki borib o'zing so'rab ruxsat ol nimagadir degan narsa ham yo'q. Shunaqa. Menimcha yana bunga sabablardan biri otalar o'zini onasi bilan yashashi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Ishlab kelgan otalar uyga kelganida har doim buvisi adangga gapirma, tegma yoki bolalarni uxlatib turing, kelin, ishlab charchab keldi degan qarashlar ham bo'ladi-da, o'z-o'zidan ota qandaydir oiladan tashqariga chiqib qoladi. Masalan, men buni otalik lazzatini his qila olmayotgan ota deb atayman shunaqa holatda, ya'ni charchab kelgani uchun farzandlar uxlab qolishiga majbur bo'lgan, o'zlarini gapini gapira olmagan, kelib ular bilan o'ynamagan va ko'pincha endi uni otani onasi avaylashga harakat qiladi-da. O'g'lim charchab keldi, ishlab keldi, shuning uchun muammoingizni aytmang, bolalarni uxlatib qo'ying deb talab qiladi.